Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi ishimiz Ahmad Yassaviy 96-uydagi ishlarimiz Xudo xolasa ko'mir kotyol bo'ldi. Xudo xolasa xonadonimizga kotyolni o'zini qo'yib beramiz. Yurib chiqamiz hozir Xudo xolasa. Uje apparatlarni yanglashtirib, ishni yakunlab oldik. Van tarafına oynayalar bo'ladi. Katyolumuzning görünüşü, datchiklari, manometrlar hamma narsasi katyolumuzda nov ish etiladigan bo'lsa hammasi qo'yilgan. Obratkalarni ham nasoslarni qo'yib, kraniklarni qo'yib taxlab beramiz. Nasos nardan filtrlarni qo'yganmiz. Xudo xolasa katyolumuzning yanish qismi katyolumuz yanganına bir 15 minutlar oldu Xudo xolasa. Beri kül dancayı kül alış için maslangan. Bugün 25 noyabr Xudo xolasa katyolumuzning bahası 4 likli istem bo'lsa 8,5 milyon so'm bo'ladi, 3 likli istem bo'lsa 7,5 milyon so'm pul bo'ladi. Katyolumuzni morlarni har doimgidek samoratamiz. Mo'risidan ham qizib o'tadi suvlarimiz Xudo xolasa. Otaplinamiz yine akkuratli bo'lib, do'shiklarni ham tum-tumalab ketib, o'shib taxlab beramiz. Van tarafına oynayalar bo'ladi. Ağa işletilen işlerden köyünüz doldu mu? İşlerimiz makul mu? Hem yeriniz kızıp zakonli bolayıp duruptu Xudo xolasa, doğru mu? Şu yurttaşlarımız yine tavsiye etəsiz mi? Bırak. Xudo xolasa iş etken işlerimizse 1 yildan garanti Xudo xolasa. Katyolumuz 50 gradus bo'lib turibdi. Ventilyatorlari hamma narsasini joyida. Xudo xolasa ichan taraflari bitgan. Qag'inlarni montajini etib taxlab beramiz Xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yaman, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha xalqimizning xizmatindamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Like bosib, podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar deb umid qilaman Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.